Mana eng xursand qiladigan narsa bilasizmi nima? Shogirdlarimiz o'zimizdan ham kuchli bo'lib ketishi. Mana hozir shogirdimiz Ozodjon o'ziga va akasiga bizni kursimizni o'rganib, onlayn kursda o'qib, viza qilgan. Bugun mana Vengriyaning vizasini nishonlayapmiz. Xudo xolasa xursand bo'ldim. Ozod o'zi viza sohasiga qanaqa, nima sizni o'kirdi? Boshidan aka boshqa davlatlarga borardim, keyin boshqa tur kompaniyalarga, boshqalarga обращаться qilmayman, ularga borib yordam so'ramayman deb boshidan o'zim boshlaganman. Travel plan hammasini o'zim qilganman. Keyin уже vizaga kelganda o'rganishni boshlamoqchi edim. Keyin Instagramda, social mediada qaradim va endi shu 5 ta 6 ta professionaldan sizni tanladim. Sizni tanladim, onlayn kursingizni oldim. Yoningizga keldim, aka shogirdlikka oling dedim. Siz yo'q demasdan eshigingizni ochdingiz aka, kirdim. O'rgandim, mana Xudoga shukr, endi birinchi vizamiz chiqdi. Katta rahmat. Bitta ko'rsanglar xalqga, mana bu Vengriyani 8 kunlik vizasi, mayli birinchisiga bo'laveradi. Pustoy pasport deyarli Vengriyaning 8 kunlik vizasi o'zlariga, akalariga chiqqan. Kelajakda nasib bo'lsa boshqa vizalarni o'ziga, qarindoshiga, ota-onasiga, qo'shnilariga bemalol qilasiz. Mana akalari kamerada uyalaman deyaptilar, o'zlarini olib chiqdik. Bor gap. Hammasi zo'r. Hammasi bor gap. Xudo xolasa, nima deydi, shogirdlarim ustozidan ham o'tib ketsin, faqat o'sha chiqganda ham yoki biron joyda davrada o'tirganda ham ustozini hurmat qilgan holatda. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammamizga vizalarni kuchillari nasib qilsin.